Oldingi video darslarimizda OX o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmlarini topgandik. Endi esa bu video darsimizda OY o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini topishimiz kerak. E'tibor qilinglar, bizga mana shunday funksiya berilgan bo'lsin, ya'ni fx funksiyasi berilgan bo'lsin. S dan D gacha, ya'ni bu yerda y bo'yicha olamiz chegarani. S dan D gacha berilgan bo'lsin va bizga nimani so'ragan bo'lsin? OY o'qi atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini so'rasin. U holda v teng bo'ladi p ko'paytirilgan S dan D gacha f ning teskarisi x f ning teskarisi x ning kvadrati dx. Mana shu formula demak, OY o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini topar ekan. E'tibor qilamiz, misol tariqasida mana shu misolni ma'qul ko'rdim, demak ko'rib chiqamiz. Y kvadrat teng 2x, y chiziq va x teng 0, y teng 2 to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan soha yuzasini OY o'qi atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini toping demoqda va bu yerda chizmasi ham berilgan. Diqqat qilinglar, buni ishlashning ikkita usuli bor. Birinchisi, teskari funksiyasini topishimiz kerak bo'ladi, ya'ni e'tibor qilinglar. Bizda v teng boyagi formulani yozadigan bo'lsam, nima edi? P ko'paytirilgan chegaramiz nechidan nechagacha? Chegaramiz demak, x ning o'rniga 0 ni qo'yadigan bo'lsam, y imiz 0 bo'ladi, ya'ni 0 dan 2 gacha. F ning teskarisi x ni qavs kvadrati dx bo'lar ekan. Ya'ni f ning teskarisi x ni topadigan bo'lsa, mana bu joydan x topadigan bo'lsak, y kvadrat taqsim 2 bo'ladi va x va y o'rnini almashtiradigan bo'lsam, y ning teskarisi teng bo'lar ekan x kvadrat taqsim 2 ga. Mana shuni yana kvadratga oshiradigan bo'lsam, bu teng p ko'paytirilgan 0 dan 2 gacha x ni 4-si taqsim 4, demak dx. Buni boshlang'ichini oladigan bo'lsam, nima bo'ladi? X ni 5-si taqsim 20 ko'paytirilgan p 0 dan 2 gacha bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 32 taqsim 20 pi bo'ladi. Va bu 4 ga bo'linsa 8 pi taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. 8 pi taqsim 5 bo'lyapti. Diqqat qilamiz. Mana shu javobni belgilaymiz va ikkinchi usulni ham albatta ko'rsataman. Ikkinchi usul nima? Mana shunaqa misollar kelgan paytida v teng deyman, o'zim ishlatadigan usulim qaranglar. Pi ko'paytirilgan integral. Nimadan nimagacha? Y bo'yicha ketaman bu yerda. X ning o'rniga 0 ni qo'ysam, y imiz ham 0 bo'ladi. Ya'ni 0 dan 2 gacha ekan. Y bo'yicha ketaman, 0 dan 2 gacha. Bu joyi hammaga tushunarli. Endi mana bu joyda men x kvadrat dy deyman, ya'ni integralimizni mana bunday ko'rinishda ham qilsanglar bo'ladi. Ya'ni s dan d gacha integralimiz v teng bo'ladi pi ko'paytirilgan s dan d gacha integralimiz x kvadrat dy. X kvadrat deganimiz nima? Bizda x kvadrat deganimiz mana bu joyda y kvadrat taqsim 2 deganimiz x bo'ladi. X kvadrat deganimiz y ni 4-si taqsim 4 bo'ladi. Ya'ni teskari funksiya topib o'tirmayman. Shunda y ni 4-si taqsim 4 dy. Bundan boshlang'ich olsam, baribir 8 pi taqsim 5 degan javobga kelar ekanman. Xohlasanglar birinchi usul, xohlasanglar ikkinchi usul. Muhimi, birinchisi OY o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini, ikkinchisi o'sha formulaga tushadigan misolni yechimini tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Shu o'rinda aytib o'tib ketishim kerak, kimlardir tushunmay qolgan bo'lishi ham mumkin. Bizlarni bu tipa savollarni yechgan paytimizda faqatgina bitta holatini ko'rib ketyapmiz. Ya'ni u ham bo'lsa, mana o'chib turadi. U ham bo'lsa, men bu yerda demak Descartes koordinatalar sistemasini chizadigan bo'lsam, mana qaranglar. Descartes koordinatalar sistemasini chizadigan bo'lsam, mana bu y o'qi, mana bu x o'qi bo'lsin va bizda qanaqadir grafik berilgan bo'lsin. Masalan, deylik, grafikimiz qanaqadir mana bunday ko'rinishda bo'lsin. Mana. Bu yog'i ham mana shunday ko'rinishda ketsin. Mana. Biza mana bu joyda qanaqadir C nuqtadan deyapmiz. C nuqtadan D nuqtagacha boraylik deyapmiz. D da to'xtatamiz. Mana shuni aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmi. Buni hajmini topgan paytimizda, mana shuni hajmini topgan paytimizda hozirgi formuladan, ya'ni hozirgi formulani ishlatamiz. Bu formulani ishlatamiz. Bu yerda nima qilyapmiz? Mana shu joyda biz aylantirgan paytimizda y o'qi atrofida aylantiryapmiz va o'sha aylantirayotgan funksiyamizni qo'pol qilib aytganda soyasi nimaga tushyapti? Y ga tushyapti. Mana shu funksiyamizni soyasi y ga tushyapti. Mana bu soyaga e'tibor qilinglar. Soyasi hammasi y o'qiga tushyapti. Agarda x o'qiga tushadigan bo'lsa, unda u boshqacha bo'ladi. Uni
kelgusi darslarimizda o'rgataman.